GTCFX platformasida balansni to'ldirish tom ma'noda bir necha marta bosish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun chap yon menyudagi depozit bo'limiga o'ting. Qarshingizda mavjud valyutalar ro'yxati ochiladi. To'lovni o'zbek so'mida amalga oshirish uchun UZS ni tanlang. Paydo bo'lgan oynada to'ldirmoqchi bo'lgan hisobingizni va dollardagi kerakli to'ldirish summasini ko'rsating. Tizim joriy kurs bo'yicha so'mdagi aniq ekvivalentni bir zumda hisoblab chiqadi. Parametrlarni tekshiring va Submit tugmasini bosing. So'ngra Go to Pay oynasida o'tishni tasdiqlang. Tranzaksiyalaringiz xavfsizligi bizning bosh ustuvor vazifamizdir. To'lov qoidalari bilan diqqat bilan tanishib chiqing. Aniq summani yuboring va faqat shaxsiy kartalardan foydalaning. Shartlarga roziligingizni tasdiqlang va Yuborish tugmasini bosing. Qulay to'lov tizimini tanlang. UzCard yoki Humo. Payport xizmati o'tkazma uchun rekvizitlarni shakllantiradi. Qabul qiluvchining karta raqamini nusxalab oling, bankingiz ilovasiga o'ting va ko'rsatilgan rekvizitlar bo'yicha standart o'tkazmani amalga oshiring. E'tibor bering, to'lovga hech qanday izoh qo'shish shart emas. Tayyor, to'lov muvaffaqiyatli yakunlandi. Saytga qaytamiz va mablag'lar hamyoningizga tushganini ko'ramiz. Endi ularni ichki o'tkazma orqali MT5 savdo hisobiga o'tkazing. Summani kiriting, tranzaksiyani xavfsizlik parolingiz bilan tasdiqlang va tamom. Sizning $100 real savdo hisobida va moliya bozorlarida ishlashga tayyor.